Peshku tuman 1-son texnikumi kelajagingizni aniq kasb bilan boshlash maskani. Bu yerda zamonaviy ta'lim, amaliy ko'nikma va mehnat bozori talabiga mos mutaxassislar tayyorlanadi. 9-sinf bitiruvchilari uchun kunduzgi ta'lim yo'nalishlari taklif etiladi. Elektromontyorlik, quyosh panellari, kompyuter dasturlash va elektromobillarga xizmat ko'rsatish. Avtomobillar ta'miri, payvandlovchilik, suv xo'jaligi operatori va metallarga ishlov berish. Dual ta'lim nazariya texnikumda, amaliyot esa haqiqiy ish joyida. Tikuvchilik, traktorchi, avtoservis va mebel ishlab chiqarish yo'nalishlari. 11-sinf bitiruvchilari uchun transport logistikasi yo'nalishi. Kosmetologiya, payvandlash texnologiyasi va elektrozatish liniyalari xizmati. Transport logistikasi va payvandlash 5-darajali yo'nalishlar. Bitirgach, oliy ta'lim muassasalariga suhbat asosida qabul va xorij tillarini bepul o'rganish. Angliyaning Pearson xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha metallarga ishlov berish yo'nalishi yangi o'quv yilidan joriy qilinmoqda. Pearson xalqaro ta'lim dasturi asosida o'qiganlarga dunyoning 65 ta davlatida tan olinadigan sertifikat beriladi. Dual ta'limda o'qigan barcha o'quvchilarga davlat stipendiyasi beriladi. Talabalar 3 kun o'qib, 3 kun korxonada ishlab, haqiqiy oylik maosh oladi. Bitiruvchilar Yevropa davlatlarida qonuniy mehnat qilish imkoniyatiga ega. Peshku 1-son texnikumi. Real kasb, real ish, ishonchli kelajak. Biz bilan muvaffaqiyat sari qadam tashlang.